Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Xorazmdagi ikkinchi darvozamizdan o'rnatib bo'ldik. İşimizni bitkazdik. Chiroyli qilib profil urdik. Tepalarga profil karkas qilib chiroyli qilib o'rnatib berdik. Hozir zapis ko'ramiz. Darvozamiz bu 2,5 metr. Yana bo'lsa 3,20 3,14. Firmamiz har doimgidek Darxan. Darvozamiz komplektida ikkita pulti bo'ladi. Ruchnoy qanday bo'ladi deyishganda, ana shu uchani shunday tortganda darvozamiz avtomatik ruchnoy holatiga o'tadi. Ruchkalari pastiga qotirilgan. Juda ham ishimiz sifatli, chiroyli o'tdi. Xudo xohlasa, nasib qilsa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab albatta murojaat qilinglar. Chiroyli qilib uстановка qilib beramiz. Bizda undan tashqari yetkazib berish xizmati ham bor.